e'tiborsizlik kam deb o'ylayman. To'g'ri ovqatlanishga e'tibor berishmaydi. Chunki hamma hozirgi kunda o'zini ishi bilan, oilaviy muammolari bilan men e'tibor beramanda shu narsaga. Chunki bizga keladigan patsientlar в основном masalan giperpigmentatsiya nimadan tushadi? Men o'tgan sira ham aytgan edim. Giperpigmentatsiya asosan insonda qon quyiladi. Qon quyilsa, уже bizga yetadi kasallanish uchun. Bu yo'g'i birinchi o'chiratda qon quyilgandan keyin davleniya, keyin boshqa muammolari, shu insonda qon quyildimi, teri ostiga melanin hujayrasi bo'ladi. Ana shu melanin teriga rangni, ya'ni metabolizmga tushgandan keyin organizm har qanday masalan ichki a'zoyingiz или umuman har bitta hujayra tartibsiz ishlashni boshlaydi qon quyilgandan keyin. Va natijada mana dog' tushishini asosiy sabablardan bittasi o'sha melanin hujayrasi teriga rangni bir xil, ya'ni bir уровеньda распределять qila olmay qoladi. Natijada уже pigmentatsiya borib yanada e'tibor bermasa уже giperpigmentatsiyaga aylanadi. Masalan, husnbuzarlarni olaylik. Husnbuzarlar ham xuddi shunaqa jarayon. Qancha shirinlik gazlik shirin ichimliklarni e'tibor bermasa pitaniyaga, bu degani уже yanada qon quyiladi. Qon quyilishning hisobiga organizmga toksin miqdori ko'payib ketib qoladi. Natijada husnbuzar, oddiy husnbuzar ham уже problemaga aylanib qoladi.